Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bizga bugun Namangan viloyatidan Kosonsoy tumanidan ikkita aka-ukalar kelibdilar. Veslari ham takoy. Ikkovlari ham bel og'rig'i oyoqqa berish bilan Xudo xolasa bu aka-uka polvonlarni bugun chiroyli qilib massaj qilib yumexoterapiya va manual terapiya qilamiz. Salomat bo'linglar. Kanalimiz Glanis Telegram gruppamiz silkasi shunday Instagramdan ko'rayotgan bo'lsalaring, Glavniga chiqsalaring, silka bor. Shu orqali kirsalaring lokatsiya topasizlar. Gruppamizga, Telegram gruppamizga ulab olasizlar. Salomat bo'linglar.